Assalomu alaykum, hurmatli Parvoz ko'chma do'konlar kanali obunachilari va bizni yaqindan kirib kuzatayotgan mehmonlar. Biz mana yangilik qilib ko'chma hojatxona, hammom, banyalar qilish bilan shug'ullanyapmiz. Xalqqa yangilik qilish maqsadida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ko'p yillik mana ramasi metal profildan 1 yil 2 yilda buzilib, shalqillab qolmaydi. Tashqi qoplamasi tunikadan, profnastil tunika. Qo'llari mana qalinligi 2,5 shpudoy taxta. Bu keksa otaxon va onaxonlarimiz uchun o'tirib turishga qiynalmasliklari uchun o'tirg'ichli variant qilib qo'yganmiz hojatxonalarni. Kimgadir agar bunday splashnoy primoyliklari kerak bo'ladigan bo'lsa, unaqasini ham qilib beramiz. Zakazga qarab ishlayveramiz. Farqi yo'q. Hammom kerakmi, hojatxona kerakmi, murojaat qilsalaringiz, bemalol qilib yetkazib beramiz. Yaqin 100-150 kilometrgacha masofaga dastavkasini ham ichida qilib beramiz. Agar uzoqroqda bo'layotgan bo'lsa, o'zi bir kun vaqt oladi. Borib qurib ham berib kelamiz. Farqi yo'q. O'zbekistonning Luboy viloyati, shahar va tumanlariga xizmat ko'rsatamiz. Ana buniki ham ko'rishyapsiz. Sal kattaroq varianti. Kirish chiqishga qiynalmaslik uchun. Agar ko'chma hammomlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammom, banya, ko'chma hojatxona, ko'chma do'kon, dachniy domik bo'ladimi, yengil konstruksiya, karkasli uy, bino, har qanday inshoot qurib beramiz. Agar ishlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, raqamlarni pastda qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.